Davom etamiz qadrlilar. Ayni vaqtda Munavvar musiqiy dam olish dasturi davom etyapti. Xorazmcha musiqadan so'ng biz mavzuyimizni mantiqiy davom sifatida yana san'atga, musiqaga oshno qalblarni yana ekran qarshisiga yaqinroq bo'lishlarini so'rab qolamiz. Galdagi mehmonlarimiz ham aynan san'atga aloqasi bor va ular bilan hamrohlikda aynan yuridik fakulteti talabalari ham tashrif buyurishgan. Ularni tanishtirib o'taman. Mardonov Shomurod hamda Nigmatov Umidlar aynan Ovoz loyihasi ishtirokchisi aynan 2024-yilgi mavsumda ishtirok etib kelishgan hamda Muhammadov Muhammadali hamda Abdurofiyeva Nodira Bonu aynan yuridik fakultetining 2-kurs bosqichini tugatib 3-bosqichga sentyabrdan o'qishni boshlashadi. Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Avvalambor Ovoz loyihasiga to'xtalib o'tsak. Qanday bo'ldi ishtirok? Dastlab Ovoz loyihasi bu katta loyiha. Juda ham ishtirokchilari o'ziga chiqib borish ancha mashaqqatli yo'lda. Saralash juda qiyin. Avval ijod haqida gaplashaylik hozir. Menga qiziq bo'lyapti. Nimalar bo'lyapti? Marhamat. Keling, bugungi kunda nimalar bilan bandsiz? Bugungi kunda Toshkentda o'qiyman. Qaysi universitetda aynan? Toshkent xalqaro Nordic universiteti musiqiy ta'lim va an'anaviy ijrochilik yo'nalishida 3-kurs talabasiman. Ham o'qish davomida shu o'zimizni qayerda olov yonsa shunga tashab ko'radigan bolalar ham. Yashang. Surxondaryo viloyatining qaysi tumanidan? Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidan. Oltinsoy tumanidan. Oltinsoy Menimcha tumanidan shu kamdan kam chiqadi. Oltinsoydan chiqqanlar shu olovda yonmasa kerak, menimcha. Olovni o'chirdingizmi yo'qmi, ishqilib? Olov hali ham yonyapti, yana tashayapmiz o'zimizni. Nasib hali menimcha anchagina moslashgansiz. Hali Ovoz loyihasida eng muvaffaqiyatli chiqishlar bo'ladi. Qanday yo'nalishda bugungi kunda ijod qilyapsiz? Qo'lingizdagi sozni ko'rib turibmiz. Shu an'anaviy yo'nalishda. An'anaviy ustozlar boshqalardan. Oltinsoy tumanida qaysi ta'lim maskanida tahsil olgansiz? Musiqa maktabida? Oltinsoyda o'zim dadam musiqa yo'nalishida o'qigan. O'shaning uchun yoshlikdan dadamni o'rganganman. Chalishdi ham, aytishdi ham. Keyin Termizda ixtisoslashtirilgan san'at maktabida 2 yil o'qib, keyin Toshkentga o'qishga kirganman. O'qishga kirgansiz. Juda ham ajoyib. Bugungi kunda o'sha qaysi ustoz san'atkorlarning asarlarini aytyapsiz, o'zingizni bir yo'nalishingizga solyapsiz deylikmi, cover yo'nalishda ijod qilyapsizmi? Mana shu jarayonlar ham bizga qiziq. Ustozlar haqida gapirdingiz. Birinchi ustozdan boshlaymiz. Birinchi ustozim o'z dadam bo'lganlar. Albatta. Termizda birinchi mana shu maqom yo'nalishi, an'anaviy yo'nalishda Doston G'aniyevni qo'lida o'qiganman. Hozir Toshkentda hamma tanisa kerak, san'atga qiziqqan, bilgan odam Habibulla Shamsiyev ustozi qo'llarida o'qiyman. Hozir Demak, xullas ketyapti, yonyapti. Yonyapti. Juda ham ajoyib. Endi talabalarimizga yuzlansak, ular aynan yaqindagina bo'lib o'tgan xalqaro forumda ishtirok etishdi. Mana shu forumda Termiz davlat universiteti nomidan ishtirok etib, o'sha birinchi o'rinlarni qo'lga kiritishgan. Umuman o'zi mana shu forum qanday o'tdi, Nodira Bonu? Keling, bu qanday forum edi o'zi? Nima uchun sizlar bordilaringiz? Albatta, bizga qiziq hozir. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu ko'rsatuvga bizni taklif qilganingizdan bag'oyatdan mamnunmiz. Albatta bu xalqaro forum biz uchun juda ham ajoyib bo'ldi, asosan yuridik fakultet talabalari uchun. Bu forum 2025-yil 30-31 may kunlari tashkil etildi va 2 bosqichda tekshiruvdan o'tkazildi. Bu bosqichda 2000 ta talaba ishtirok etgan bo'lsa, ularning ichidan biz 250 ta butun O'zbekiston bo'yicha talaba oladik. 50 ta fuqarolar esa chet el fuqarolari bo'lishdi. Ular xalqaro 10 dan ortiq davlatlar ishtirok etishdi va bu tanlov 2 kun davomida 30-31 may kunlari davomida tashkillashtirildi va bu forum tarkibida festivallar bo'ldi, tanlovlar bo'ldi, coffee breaklar va juda ajoyib bo'ldi. Maqsad nimaga qaratilgan edi? Asosiy maqsadi, asosiy ahamiyatli jihati shundan iboratki, birinchi navbatda yurist qanday bo'lishi kerak? Bunda chet el yuristlari jalb qilindi va advokatlar jalb qilindi. Ularni biz ma'ruzalarda bo'ldik. Ingliz tili va rus tilida tashkil etilib, eshitdik qanday holatda bo'ladi, yurist kim bo'lishi kerak, qanaqa ishlashi kerak, asosan yurist nima qilishi kerak, shular haqida asosiy ma'lumotlarga ega bo'ldik va asosan Toshkent davlat yuridik universitetining rektori ham doktor
professor darajalariga ko'tarilgan ekanlar va ular o'zlarining maslahatlarini berdilar va stipendiya bo'lishlarini biz bilan bo'lishdilar. Demak, amaliy tajriba almashish jarayonlari bo'lib o'tgan. Men Xalqaro do'stlar bilan do'stlashdik. Aha, demak mening e'tiborimni tortayotgan jihati o'zi Termiz davlat universitetida yuridik fakultet hali yosh fakultetlardan biri hisoblanadi-da, lekin borib aynan o'sha xalqaro forumda birinchi o'rinni qo'lga kiritish, qaysi yo'nalishlarda birinchi o'rin qo'lga kiritildi va tayyorgarlik qay darajada bo'lgan edi? Muhammad Ali, marhamat. Assalomu alaykum. Ushbu ko'rsatuvga taklif qilganlaringiz uchun kattakon rahmat. Birinchi navbatda ushbu ya'ni birinchi xalqaro yoshlar yuridik forumi dasturida bir qancha tanlovlar joriy qilingandi. O'sha tanlovlarda biz jamoaviy ishtirok etdik. Shu o'rinda aytib o'tishimiz mumkinki, birinchi yoshlar xalqaro yuridik forumida dasturida millatlar festivali yo'nalishi bo'yicha tanlovda birinchi o'rinlikni qo'lga kiritdik. Ajoyib. Jamoamiz bilan birgalikda qatnashib. Demak, bu jamoaviy. Jamoaviy. Aha. Tak keyin post challenge, ya'ni o'sha dastur davomida, ya'ni forum doirasida post challenge taxlab, post challenge bo'yicha birinchi o'rinni qo'lga kiritdik hamda o'sha forum dasturida tashkil qilingan tanlovlar asosida jamoaviy qatnashib, unda ham faol ishtirok etib, o'sha bilimlarimizni ya'ni yanada mustahkamlab, sinovdan o'tkazib, tanlovlarda g'olib bo'ldik. Aha. Hozir post challenge deyapsizlar, endi ingliz tilidan o'rganganda u ayon bo'lishi mumkin, lekin nimalar o'rin olgan edi? Nima qilish kerak edi u shartda? Post challenge'imizda asosan, masalan, ya'ni o'sha Surxondaryoning milliyligini aks ettirib chiqishimiz kerak bo'ldi. Hamda mana o'zimizga berilgan, ya'ni forum dasturida berilgan futbolka hamda o'sha kiyimlarni, liboslarni maxsus bejiga asosan chiqib tayyorgarlik ko'rib forumga munosabatlaringizni bildirgansizlar. O'zi mana shu forumga talabalarni saralash jarayoni qanday kechdi? Umuman nima talablar qo'yildi, kimlar saralab olindi? Forum orqali ya'ni 2000 tadan ortiq talabamiz ya'ni o'tdi. Shu o'rinda mahalliy talabalar hamda xalqaro darajadagi talabalar ham ishtirok etdi desam bo'ladi. Asosan bunda ikki bosqichda ya'ni bo'lib o'tdi saralashda. Asosan bizda o'sha polni hamma ro'yxatimiz, polni mana bu qiziqishlarimiz orqali, nimaga qiziqishimiz orqali hammasini inobatga olgan holatda saralab olindik va 300 ta talaba ushbu ya'ni forumga qatnashish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shu o'rinda biz ham ya'ni Termiz davlat universiteti talabalari ichidan ham saralanib 11 kishi qabul qilindi. Aha, siz nimadir qo'shimcha qilmoqchi bo'ldingiz, Nodira bonu? Albatta, bu tanlovda yakka tartibda ishtirok etdim. Workshop dasturi, ya'ni yuridik klinika fuqaroga maslahat berish bo'yicha bo'ldi. Bu bo'yicha men birinchilikda qo'lga kiritdim va Toshkent davlat yuridik universiteti rektori tomonidan ushbu statyotka va birinchi o'rin bilan taqdirlandi. Demak, bu sizning mukofotingiz. mukofotingiz. Bunga asosan yuridik klinika bo'ldi. Ya'ni yuridik klinika biz bilamiz, yuridik maslahatxona bo'ladi. Yuridik maslahatxonada fuqarolar o'zlarining masalalari bilan kelib bizga murojaat qilishadi va ularga biz to'g'ridan-to'g'ri qaror chiqarmasdan, hukm chiqarmasdan ularga kimga murojaat qilish kerak, qanaqa masalani hal qilish kerakligi haqida o'zimizning bilimlarimizni bo'lishamiz. Demak, kerakli insonlarga sizlar yo'naltirasiz. Yo'naltiramiz, maslahat beramiz. Demak, kimga advokatga murojaat qilish kerakmi, sudga murojaat qilish kerakmi? O'zlari agar ariza yoza olmaydigan bo'lsa, ariza yozib beramiz. Agar advokat topa olmaydigan bo'ladigan bo'lsa yoki mablag' yetmaydigan bo'lsa, biz ularning ishonchnomalari orqali ishtirok etishimiz mumkin. Hozir sizlar yosh yuristsizlar va bo'lajak yuristlar uchun bu katta tajriba bo'lgan forum buni olganda. Ushbu forumdan yana nimalarni o'zlaringiz uchun bir tajriba sifatida qabul qildilaringiz? Ushbu forumdan asosiy tajribalarimiz shundan iborat bo'ldiki, xalqaro huquqda qanaqa huquqiy soha va bizda qanaqa fanlar ularda taqqoslash imkoniyati paydo bo'ldi. Imkoniyatiga ega bo'ldik. Xalqaro do'stlarimiz bilan muloqotda bo'ldik. Ulardan Xitoydan, Hindistondan, Angliyadan va boshqa mamlakatlardan fuqarolar keldi. Ya'ni yuridik universitet talabalari kelishdi va chegaradosh mamlakatlardan Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va boshqa mamlakatlardan kelishdi. Ular bilan biz tajriba almashdik. Ularda qanday bilimlar bor? Ular nimalar qilishyapti? Nimalarga ishtirok etishyapti? Ular qanday bilim olishyapti? Ular bilan biz o'zaro do'stlik fikr almashdik, do'stlik rishtalarini mustahkamladik. Juda ham ajoyib. Endi esa bitta qo'shiq eshitsak yaxshi bo'lardi hozir mana shu nuqtada va undan so'ng yana suhbatlarni davom ettiraveramiz. Nima eshitamiz?
Aslida do'st ustozimiz deb sog'indim yo ertalabdan. Yashang. Ertalabdan sog'inganlar bo'lsa, yaqinroq kelib oling. Albatta. Marhamat. Marhamat. Tongda iskan mayin sabolar yorim sochim silab qaytinglar samolarda uchgan qushchalar yorga salomimni aytinglar sog'indim yor seni sog'indim sog'indim yor seni sog'indim yor seni sog'indim sog'indim yor seni sog'indim Sog'ishdan bu dilim vayron uni ko'rmay men lolu hayron ko'zlarim yo'lingda giryon sog'inganim yorga aytinglar sog'ishdan bu dilim vayron uni ko'rmay men lolu hayron ko'zlarim yo'lingda giryon sog'inganim yorga aytinglar sog'indim yor seni sog'indim sog'indim yor seni sog'indim yillar chersin ko'ngil torni bilib keling yorim holini yillar chersin ko'ngil torni bilib keling yorim holini sevar bo'lsa u ham yorim yildek uchib menga aytinglar sog'indim yor seni sog'indim sog'indim yor seni sog'indim sog'indim yor seni sog'indim Ajoyib. Maza bo'lyapti. Og'zingizga so'z bo'lishgan emas. Aha. Kimga o'xshatdingiz? Aslidan do'st. Aytdilar o'zlari. Men boshqa ovozni nazarda tutyapman. Kimning ovozi? Dilshod Rahmonovga ham o'xshatdim. Men lekin hozir bitta narsani xohladim, qaysidir ma'noda. Aha. O'sha o'zimizning surxondaryolik ustoz san'atkor Aljon Eshonqulovning qandaydir bir yana qo'shig'ini olib ijro etsangiz, u kishi ham torda aytadilar-ku, juda ham zo'r bo'lardi. Endi bu shunchaki taklif, albatta. Mashhur bo'lib ketgan. Qaysi qo'shiq edi? Ko'p qo'shiqlar mashhur. Tog'laring Aytganda yor yor. ishlayapmiz o qo'shiqni. Juda ham ajoyib. Biz hozir bir nechta xabarlarni o'qib o'z egalariga yetkazaylik Quvonchbek, chunki va undan oldin yana rejissorlarimiz iltimos qilgan bo'lardik, yana bir 5 daqiqalar bizga vaqt qo'shib bersalar, albatta. Futbol tilida aytganda kompensatsiya bor bizda, iltimos. Xuddi shunday. Demak, Assalomu alaykum barchaga. Bugungi Munavvar kun dasturi ijodkorlari, kuningiz xayrli bo'lsin. Omad tilaymiz. Oilaviy tarzda sizni tomosha qilib boryapmiz Sheroboddan debdilar. Assalomu alaykum Sadoqat, men seni chin dildan tabriklayman. Yutuqlaring bilan Mehnoza dugonang Sadoqat ketmasdan oldin o'qib beringizlar iltimos debdi. Lekin buning uchun biz uzr so'raymiz. Albatta
kunning birinchi yarmida qoqtish payti 12:00 da siz bemalol mana shu dasturni Takroriy efirda ko'rishingiz tomosha mumkin. qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum ijodkorlar, sizlarga omad tilaymiz. Biz sizlarni oilaviy tarzda tomosha qilyapmiz, sevib tomosha qilamiz. Bugungi tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha tug'ilgan kun egalarini chin qalbdan tabriklab qolamiz debdilar. Assalomu alaykum. Muzrabot tumanidan salomlar. Barchaga bugun kun xayrli bo'lsin, omadli bo'lsin debdilar. Assalomu alaykum barchaga. Bugun O'zbekiston Qatar o'yinida albatta o'zbek futbolchilariga omad tilayman debdilar. Mana bugun endi Rahmat faqat sizga. mavzuda futbol va yana futbol bo'ladi. Albatta, busiz bo'lmay millionlar o'yini futbol. Xo'p, Xuddi maza shunday. qildik biz. Yana bitta bizga asar taqdim etsangiz, davomli bo'lsin. Chunki Ancha qiziqaman. aha, Chunki men ko'pincha Komiljon otani yozib qo'shiqlarda aytaman. Nimaga aytaman? Chunki san'atini juda hurmat qilaman ustozni. Ustozimiz aytgandilar, to'yga chaqirganda barog'ida to'ylar yozilgan bo'ladi, Komiljon otani yozibdi. Hammasiga bepul boradi. Aha. Aytgan, mana chaqirdimi, shu kuni bo'shmi, borib beradi. Xudo unga rizq beradi. Endi qancha ishlaydi yerdan, unga pul qiziqmas ekanda, shuning uchun san'atini Voy. juda hurmat qilaman. Ustozlardan, katta ustozlardan dars olgan baribir boshqacha, Boshqacha. to'g'rimi? Marhamat. Endi buni ma'nosini chaqamiz bu qo'shiqni, ma'noli qo'shiq. qani bugun Bajonidil tinglaymiz. Har yigitning aslin bilay desangiz, har yigitning aslin bilay desangiz, marakada o'tirib turishun go'ring, marakada o'tirib turishun go'ring. Birov bilan oshno bo'lay desangiz, birov bilan oshno bo'lay desangiz, ey avval va'dasimda turishun go'ring, avval iqrorimda turishun go'ring. Uzaldı yakın yol borar bo'lsangiz, mardlikning qilichin chalar bo'lsangiz, bir bedoni saylab borar bo'lsangiz, bir bedoni saylab borar bo'lsangiz, ey sina sabrisi duruşun go'ring, sina sabrisi duruşun go'ring. İkromning o'tirishini ko'ring, adabiy ikromning o'tirishini ko'ring. Nomard yurar mudom o'limdan qochib, uyina borganda zahrini sochib, mard yigit mehmona ko'ksini ochib, mard yigit mehmona ko'ksini ochib, nokasni mehmondan qochishini ko'ring, nomardni mehmondan qochishini ko'ring. Qadrsiz qardoshdan uzoqdosh bo'lib, qadrsiz yot bilan qarindosh bo'lib, maftun qulin asoslara duch bo'lib, maftun qulin asoslara duch bo'lib, ey Xo'jayi Saidning yurishini ko'ring, Xo'jayi Saidning yurishini ko'ring, Xo'jayi Saidning yurishini ko'ring.
yashang. Haqiqiy kun kayfiyatini bera oldi Albatta. ushbu tarona. Bugungi dastur menimcha boshqalardan mutlaqo ajralib turadi. Bugun faqat sizlarga yaxshi kayfiyat ulashyapmiz degan umiddamiz. Mehmonlarimiz ham bugun o'zgacha pozitiv kayfiyatda. Albatta. Bundan buyon rejalar qanday? Endi nasib X Factorga chiqmoqchimiz. X Tayyorgarlik qanday ketyapti? Tayyorgarlik yaxshi, yaqinda kastingga borib keldik. Aha. Kasting yaxshi. Yaxshi o'tdimi? Demak, Yaxshi o'tdi. yaqin orada yangi yaxshi iliq xabarlarni kutamiz, demak. X Factorda adashmasam 4 ta hakam bo'ladi. o'tiradi. Hammasi orqaga burilishi kerakmi? Yo'q, Xuddi ikkisini gol bosish talonday kerak. qilib? Ha, Ikkisini bosish bosgandagina o'tadi. Adashmasam, 2 kishi yo'q, 3 kishi bosish kerak uzog'i bilan. 4 Endi u kishidan. yerda ko'proq ustoz san'atkorlar ham o'tirgan bo'ladi. Katta menimcha- qo'shiqlarni, katta asarlarni ijro etish menimcha yaxshiroq bo'lsa Ustoz kerak va san'atkorlardan bu faqat imkoniyat sizda bor. Hozirgina Albatta. faqat ustoz san'atkorlarni o'sha asardan biz eshitdik-da. Hozir talabalarimizdan ham bugungi kun tilaklarini, maqsadlarini olaylik, bilaylik, to'g'rimi? Ta'til davomida nima qilasizlar? Mana qanday rejalar ko'zlab qo'yibsizlar? Marhamat. Nodiraboni marhamat. Ta'til davomida har bir talaba o'zini oldiga doim maqsad qo'yadi va maqsadlarga erishsa o'ziga bo'lgan ishonchi yanada oshib Xuddi boraveradi. shunday. Biz talabalar ham mamlakatimiz, prezidentimiz, rektorimiz bizga yaratgan imkoniyatlardan foydalanishga harakat qilamiz va ko'plab to'garaklarga ishtirok etib, turli xil davlat stipendiyalariga topshirish niyatdamiz. Shuning uchun harakat qilib, hujjat yig'ib, tanlovlarga qatnashib, yutuqlarimizni ko'paytirib, shu maqsadlarimizga erishmoqchimiz. Marhamat. Xo'p. Xullas, mana shu ta'til davomida biz, ya'ni yosh yuristlar o'z oldimizga katta maqsadlarni qo'yib, o'sha masalan universitetimizda tashkil qilingan stipendiyalar asosida mana hujjatlar taxlab, stipendiyatlar bo'lishimiz uchun harakatlarimizni amalga oshirib, o'sha barcha hujjatlarni taxlab, tayyorlanib, stipendiyalarga hujjat topshiramiz. Undan tashqari xalqaro konferensiyalarga bo'layotgan bo'lsa, xalqaro konferensiyalarga yana qatnashish niyatimiz ham bo'lib turibdi. Agar yana tashkil qilinsa, albatta mana shunday xalqaro konferensiyalarda yana ishtirok etishimiz mumkin Rahmat bo'ladi. sizlarga tashrif uchun va kelajakdagi ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Yozni biz tushundik. Huquqiy jihatdan o'tkazmoqchi ekansizlar, o'qish, izlanishda va biz san'at olamiga endi yana yuzlansak. Bu ovoz loyihasi ishtirokchisidan biz hozir dasturimizni tugatgandan so'ng ajoyib bir taronani eshitamiz, ya'ni xayrlashib olganimizdan so'ng, undan oldin esa yurtdoshlarimizdan ajoyib bir yurtdoshlarimizga tilaklarini eshitsak. eshitsak. Marhamat. Mani kuzatib turadigan, shu internet tarmoqlarida, Instagram, YouTube'da kuzatib turadigan barcha obunachilarimga assalomu alaykum. Sizlar bor. Biz yuribmiz, yashab yuribmiz. Olam Obunachimiz qancha bo'ldi, Shomurod? Obunachimiz 10 mingta. 10 mingta oshdi. qo'y. Bugun 5 mingga bo'lsa ham tomosha qilyaptimi yo hammasiga aytganmisiz? E'lon berib Hammasi qo'yganmisiz? jonli Gruppamga auditoriya. tashlagandim. Rasm tashlagandim, montaj qilib shu Munavvar kun Surxondaryo televiziya. Menimcha 10 ming kishi ko'ryapti. Biz ishonamiz, chunki Hozir haqiqiy tarqalib ketgan rasm endi Biz bilmadim. hozir qisqachagina video lavha oldik ijroingizdan jonli efirni o'zida. Ulashamiz siz bilan. Ulashamiz Ulashamiz profillarimiz birgalikda. orqali va kelganingiz uchun, sizlarga ham Albatta. kelganlaringiz uchun o'z tashakkurimizni bildirib qolamiz. Quvonchbek, xayrlashaylik, undan Albatta. so'ng yakunlovchi taronani eshitamiz Shomurod. Azizlar, xayrlashish qiyin, lekin vaqt g'animat deyiladi. Qolgan ko'rsatuvlar ham navbat bilan kutib turibdi. Bugungi kuningiz albatta munavvar bo'lsin deymiz. Rejalashtirgan barcha ishlaringizga omad yor bo'lsin, yuzingizdan tabassum arimasin, sog'lik va salomatlikda kelgusi dasturlarda yana diydor ko'rishish nasib etsin deymiz. Men ko'rishguncha deyishdan oldin ijodiy jamoamizni ham aytib o'tishni Albatta. joiz deb bilaman, Tanishtirib chunki o'tishimiz faqatgina ekranda ikkita boshlovchi ko'ringani bilan katta bir jamoa ishlamoqda. Mana shu dastur davomida Albatta. rejissyorimiz Mirazim aka Muhiddinov, ovoz rejissyorimiz Abduhamid aka Ashurov, Ashurov, qolaversa tasvirchilarimiz Umid Suyunov, Mirkomil Majidovlarga, G'ulom Sammat aka Ro'ziyevga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, hafta davomida Munavvar musiqiy dam olish dasturini erta tongdan kuzatib boring. Biz har doim sizga eng yaxshilarini ilamiz. Endi esa navbatni yana Marhamat. Shomurodga beramiz. Yakuniy musiqa bilan dasturimizni yakunlasak. Hicronida o'rtagan sizlish, nakillara sol nasib et qizlish. Hicronida o'rtagan sizlish, nakillara sol nasib et qizlish. Hech bir oshiq sevgisiga o'xshamas, saodatli sadoqatli
biznish hech bir oshiq sevgisiga o'xshamasa saodat sadoqatli bizning o'ylab kulib muhabbating o'tidan ikkimizni yonganimiz boshqacha ish o'ynashib lablarimiz borida xumor qonganimiz boshqacha o'ylab kulib muhabbating o'tidan ikkimizni yonganimiz boshqacha ish o'ynashib lablarimiz borida xumor qonganimiz boshqacha qo'ng'iroq jarangdor karvonim bizniki o'ynab kuling do'stlarim davronim bizniki qo'ng'iroq jarangdor karvonim bizniki o'ynab kuling do'stlarim davronim bizniki nur taratdi dunyoga istiqlolni mash'ali hur bo'ldik erkin bo'ldik zamonim bizniki qo'ng'iroq jarangdor karvonim bizniki o'ynab kuling do'stlarim davronim bizniki davronim bizniki